Так, barchaga assalomu alaykum. Sizlar Nazarmatov va bu Weekly Outlook videosi. Birinchi Weekly Outlook. Boshlaymiz. Bizlarda birinchi o'rinda albatta har doimdagi DXY'da boshlaymiz. DXY'da nima kutish mumkin? DXY'da bugun dushanba juda impulsiz boshlandi. Ko'rishimiz mumkin. Bizlarda PVH, ya'ni haftani hayini asosiy targetni olib qo'ydi desak ham bo'ladi. Lekin asosiy targetga juda yaqin turganda men o'ylaganim то, что хотя бы D1 PVO kelgandan so'ng undan keyin impuls bo'lib ketadi, lekin yo'q. Yevro imini PMI bugunga juda ta'sir qildi va 6.45 da ham bizada yana bugun yangilik bor. Shunga ham xushyor turamiz. Xo'p, endi bizlar nima kutsak bo'ladi DXYdan va дальнейший harakati nima bo'lishi ehtimoli bor? Давайте birinchi o'rinda bizlar oylik time frame'ni ko'rib chiqamiz. Oylik time frame bizlar nima bor? Oylik time frame'da bizada bir nechta o'rinlar bor. Ko'rishingiz mumkin. Polni oylik lowlarni oxiri yechib oldi. Man BPR haftalik, haftalik deb oylik BPR yana bir marta narx keldi va undan keyin bizlarda bir nechta BPRimiz bor va undan tepasida FVG'lar ham mavjud va mana shu yerga bizlarda asosiy уровень va yaxshi magnit zona sifatida ishlatsa ham bo'ladimi? Buni давайте bir haftalikda ko'rib chiqamiz, nima berishi mumkin. Haftalikda bizlar anchadan beri kutgan joyimizga keldi, sweep qildi, to'g'ri, haftalik highni olib qo'ydi. Bizlar bilamiz, haftalik high yoki low olinishi bilan ko'p holatda откат bo'ladi, lekin bu hafta katta ehtimol откат bo'lmasligi mumkin. Nimagaligini ham tushuntiraman, qaranglar. Oxirgi qaytadigan bo'lsak, bizlarda nima bor edi? Oylikni oladigan bo'lsak, bizlarda oylik low olindi. Oylik low olingandan keyin oylik highga hujum qilish ehtimoli bormi? Ehtimoli yo'q emas, chunki haftalik va kunlikni ko'radigan bo'lsak, bizlarda bu narsa уже shakllanishini ko'rishimiz mumkin. Yana bitta misolni ko'rsatib o'taman. Hozir qaranglar, 4 soatlikda bizlarda nima bor? 4 soatlikda уже более aniqroq kartinka. Bular nima deydigan bo'lsak, bizlarda anchadan beri strukturamiz bor edi, to'g'ri, mana strukturamiz bor edi. Va oxiri bu struktura islom bo'ldi mana. Oxiri islom bo'ldi, bizlarda ya'ni MSS bo'ldi. Lekin основной strukturani esa chiqazishda baribir ham просто hayn oldi. Hayn olgandan keyin bizlar bilamiz откат bo'ladi. Lekin откатgacha katta ehtimol bilan bu уже bu yerlarga kelish ehtimoli juda kam. Agar haftalik asosiy target nima deydigan bo'lsak, men uchun mana shu narx. Hozir men sizlarga aytib o'taman mana. Koordinatalari ham bor. Bir daqiqa. Asosiy narximiz, men o'ylayman, bu hafta 100-201 narximizda katta ehtimol bilan bo'lish ehtimoli juda ko'p. Nimaga deydigan bo'lsak, chunki mana shu joyga уже juda ko'p marta magnetizon bo'lgan va undan keyin уже дальше bu yerga kelish ehtimoli juda ko'p. Chunki bu yerlarga juda ko'p marta test qildi, откат berishi mumkin, balki berar, no momentalniy, lekin asosiy harakat baribir дальнейший уже borishi kerak. Chunki уже cho'zilib ham ketdi, дальше уже oqadigan bo'lganda давным-давно impuls bilan katta ehtimol bilan oqish ehtimoli ko'payar edi. Lekin katta ehtimol bilan дальше o'zini yo'li bo'yicha mana shu 100-201 narxga kelish ehtimoli bor. Keyingi paramiz bizda yevro USD. Yevro USD nima kutsa bo'ladi? Yevro USD hali PVL, ya'ni haftalik low'ni olmagan. Lekin katta ehtimol haftalik low'ni oladi va H4 ko'radigan bo'lsak, bizlarda IFF H4imizga ham javob bergandan so'ng уже mana shu yerga qanday javob berishi bizlarga juda katta rol o'ynaydi. Nimaga? Hozir chunki IFF H4 ga bundan oldin bir marta javob bergan va juda ko'p marta javob bergandan so'ng mana ko'rishimiz mumkin. Undan keyin oqyapti, to'g'rimi? Undan keyin gapni to'ldirdi va уже mana bu yerga kelgandan so'ng bizlar nima kutamiz? Qaranglar. Именно iPhone H4 kelgandan keyin bizlarga juda yaxshi koronka sifatida ishlaydiganimiz, har doim nima qilamiz? Impulsni kutamiz. Agar откат berib bizlarga qanaqa struktura beradigan bo'lsa, mana shu oralar, mana shu yerlardan kirib o'zimizni targetlarimizni mana shu lowlargacha olsak, olish ehtimolimiz bor. Nimaga bu lowlargacha deyapman? Chunki bu lowlargacha olish bu likvid yig'ilgan va mana bu yerni yaxshi likvid zona deb olsak ham bo'ladi. Va unda mana shu yerga kelish ehtimoli ko'p. Chunki va buni misol uchun qaranglar. Sinov tortadigan bo'lsak ham mana bu yerda bu golden zonga to'g'ri keladi. Ya'ni 0.72-0.79 zonalarga to'g'ri keladi. Va bu yerda bizlarda FVG BPRlarimiz ham mavjud. Mana shular javob berib, bundan so'ng o'z natkatini olish ehtimoli ham bor. Lekin bunga yana bir marta aytib o'tib ketaman. FVG H4 ga qanday javob berishi va mana bunga qanday javob berishi bizlar juda muhim. Agar o'ylaganimizdek javob beradigan bo'lsa va bizlarga именно zakra berib, откат bergandan so'ng birinchi strukturasidan kiramiz, bizlar qanaqa struktura beradigan bo'lsa, undan keyin kirib o'zimiz targetlarimizni tez ochib ketamiz. Albatta birinchi movda emas, 2-3 movda ham bizlarga katta shans berish ehtimoli yo'q emas. Mana shu shanslardan nasib foydalanib olamiz. Keyingi paramiz GU уже o'zini ko'ryapmiz, ishini juda zo'r hal qilib ketyapti. Chunki qaranglar, BPR H4 ga bir marta, keyin bir marta уже откат berdi. Ikkinchi martasi ham уже mana shu gapni imенно H4 BPR ga javob bergan holda, ya'ni IFV ga sifatida ishlagan holda dal shu yerda va PVL ni olib qo'ydi. Danish harakat nima bo'ladi? Danish harakat bu yerda ham juda oson. Mana bu yerda ham mana bizda FV ga bor va mana shu FV ga hozir zakrab beryapti. To'liq tanasi bilan yopilgandan so'ng, undan keyin biz ham уже bu yerda yana FV ga bo'ladi. FV ga qanday javob berishiga qarab o'zimizni targetlar limitlarimizni qo'ysak bo'ladi. Mana shunga qarab, уже katta ehtimol keyingi targetlarimiz PVL, ya'ni hafta emas, PDL, PDH qilib, ya'ni haftani emas, уже kunni
targetga olsak menimcha ancha yaxshiroq bo'ladi. Endi o'sha indeksdan nima kutsa bo'ladi? Indeks anchadan beri kutgan emas. Sraz qaranglar. Sraz PVL olib qo'ydi, sraz haftani lovini olib qo'ydi va juda katta impuls. Qaranglar, qanaqa impuls bo'ldi? Juda katta impuls. Katta ehtimol o'sha dальше hozir shunchaki откат beradi va o'sha PVH va mana bu liquid buy side zonalarimiz juda undan oldin ancha beri aktual edi va mana shularni olib ketish ehtimoli juda katta. Chunki mana shu yerdan hisoblaydigan bo'lsak ham, mana bu lovdan полностью siyqib ketdi. Полностью siyqib ketdi va уже siyqib ketdi. Bizlar bilan уже bu yerda, значит, ish qolmadi. Ish qolmagandan keyin просто hozir bu yerda slom bo'ldi. Slomdan откатdan keyin bizlar qanaqadir, misol uchun o'zimizni yetarli yetarli uровеньlarimiz bor. Mana shu uровеньlarimizga qarab bemalol o'sha PVH-larga target qo'ysak bo'ladi. Bunga yana bitta tasdiq S&P ni shunday ko'ryapsiz. Men o'zim S&P da hozirchalik savdo qilyapman. Oxirgi haftalarda sizlarga maslahat beraman. Nimaga? Chunki Nasdaqda juda katta manipulyatsiya bo'ladi va impulslar sal kattaroq bo'ladi. S&P da bolее kamroq bo'lgani uchun bunda uncha manipulyatsiyaga uchramaysiz. S&P da likvid zonalar ko'proq, ya'ni magnit zonalar, chunki Debor BPR'imiz bor, PVH'miz bor. Buni tepasida yana Equal High va likvid zonalarimiz ko'proq bo'lgani uchun bunda уже tezroq yurish ehtimoli ko'proq hisoblanadi. Shuning uchun bu indekslarda hozirchalik, misol uchun menda aniqroq karting faqat indekslarda bo'lyapti. Euro USD va funt USD larda e'tiborga oladigan bo'lsak, to'g'ri hozirchalik short, lekin men aytdim qanday shakllansa short bo'ladi, lekin ungacha hali savdo qilish niyatim yo'q va o'ylaymanki bugungi, ya'ni dushanbaga harakatni уже tugatgan hisoblanadi. Savollar va tushunarsiz bo'lsa, bemalol bizning Discord'imizda berishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha to'lig'icha javob beramiz. Bugun shu bilan bugungi haftalik Outlook'ni tugatamiz. Barchaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar.